2 million 800 ming so'mga tayyor bo'lgan shkafimiz do'stlar. Eni bo'lsa 2 yuqori, balandligi bo'lsa 210 razmerda bo'lgan. Xo'p, hozir ishlarni polностью obzorini qilib beramiz. Xudo xolasa sizlarga yoqadimi yo'qmi, albatta fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Xo'p, bu 3 ta qismdan tayyor bo'lgan, ya'ni bitta, ikkita, 3 ta qism. Xo'p, ishlarni bo'lsa hozir ustakamiz ko'rsatib beradi. Xo'p, mana bunda ko'rib turganingizda bir tarafiga ayollar uchun qilib qo'yilgan, ya'ni uzun kiyimlarni ilsa bo'laveradigan qilib. Xo'p, o'rtasi bo'lsa mana bunday polka bo'lgan, ya'ni boshdan oxirigacha polka qilib qo'yganmiz, kiyimlarni bemalol taxlab solaveradi. Xo'p, eng chekkasiga kelsak, erkaklar uchun, ya'ni 2 qavat qilib, shim kostyum qilib ilsa bo'laveradigan qilib qo'yganmiz. Xo'p, akalar, narxlariga kelsak, narxlari 2 million 800 ming so'mga tayyor bo'ldi. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz mavjud. Ustaxonani to'g'ri mana ustaxonadan hozir klient kelyapti, kutilyapti bu zakazga. Sizlarga qisqacha obzor qilib beryapmiz. Xo'p, ekrandagi nomerlarga aloqaga bemalol chiqsanglar bo'ladi. Zakaz olingan kundan mana shunaqa shkaflarni o'rtacha 4 kun ichida tayyorlab beryapmiz. Xo'p, dizayniga bo'lsa bitta baho berasizlar. Albatta juda ham chiroyli qilib yasab berdik. Mana bunda buni yana bitta plus tarafi domlarga yoki baland etajli uylarga ham spokойно kirib ketadi, sababi 3 ga bo'lib qo'yganmiz. Xo'p, dizaynga bitta baho berasizlar. Uncha yomon chiqmagan menimcha. Albatta ota-onalarimizga, aka-uka singillarimizga bir podarka yoki ko'rmana qilib borishga ham juda ham bir ko'rkam sovg'a bo'ladi degan umiddamiz. Narxlari bo'lsa 2 million 800 ming so'mdan hozirgi paytda olyapmiz. Mana shu 2 million 800 ming so'm tayyor bo'lgan. Xo'p, do'stlar, nomerlar ekranda bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. O'rtacha 4 kun ichida yasab tayyorlab beryapmiz.